Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 22-dan 29-aprel kunlariga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 22 va 23-aprelda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 24-dan 29-aprelgacha yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 22 va 25-aprelda 13-18 metr/sekund tezlikkacha kuchayadi. 25-aprelda ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat 22-aprelda kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 18-23 daraja iliq. 23-aprelda kechasi 8-13 daraja iliq, kunduzi 21-26 daraja iliq bo'ladi. 24-dan 27-aprelgacha kechasi 15-20 daraja iliqqacha, kunduzi 28-33 daraja iliqqacha ko'tariladi. 28 va 29-aprelda kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 22 va 23-aprelda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 24-dan 29-aprelgacha yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 22 va 25-aprelda 13-18 metr/sekund tezlikkacha kuchayadi. 25-aprelda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat 22-aprelda kechasi 15-20 darajа iliq, 23-24-aprelda 12-17 darajа iliq, 25-aprelda 14-19 darajа iliq, 26-dan 29-aprelgacha 15-20 darajа iliq bo'ladi. Kunduzi 22 va 23-aprelda 22-27 darajа iliq, 24-aprelda 27-32 darajа iliq, 25-dan 28-aprelgacha 30-35 darajа iliq, 29-aprelda 28-33 darajа iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida 22-23-aprelda ayrim joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 24-dan 29-aprelgacha yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 22-aprelda 13-18 metr/sekund tezlikkacha kuchayadi. Harorat 22-23-aprelda kechasi 13-18 darajа iliq, 24-25-aprelda 11-16 darajа iliq, 26-aprelda 12-17 darajа iliq, 27-dan 29-aprelgacha 13-18 darajа iliq, kunduzi 22-aprelda 22-27 darajа iliq, 23-aprelda 18-23 darajа iliq, 24-25-aprelda hamda 24-dan 29-aprelgacha 26-28-aprelda 27-32 darajа iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 22 va 23-aprelda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 24-dan 29-aprelgacha yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 22-aprelda 15-20 metr/sekund tezlikkacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat 22-aprelda kechasi 15-20 darajа iliq, kunduzi 23-28 darajа iliq, 23-aprelda kechasi 13-18 darajа iliq, kunduzi 23-28 darajа iliq, 24-aprelda kechasi 12-17 darajа iliq, kunduzi 27-32 darajа iliq, 25-aprelda kechasi 14-19 darajа iliq, kunduzi 30-35 darajа iliq, 26-dan 28-aprelgacha kechasi 15-20 darajа iliq, kunduzi 30-35 darajа iliq, 29-aprelda kechasi 15-20 darajа iliq, kunduzi 28-33 darajа iliq bo'ladi. Farg'ona vodiysi viloyatlari, ya'ni Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 22-23-aprelda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 24-dan 29-aprelgacha yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 22-aprelda kechasi 13-18 darajа iliq, kunduzi 23-28 darajа iliq, 23-aprelda kechasi 10-15 darajа iliq, 20-25 darajа iliq, 24-aprelda kechasi 10-15 darajа iliq, kunduzi 22-27 darajа iliq, 25-aprelda kechasi 12-17 darajа iliq, kunduzi 22-27 darajа iliq,
26-27 aprelda kechasi 12-17 darajalik, kunduzi 25-30 darajalik. 28-29 aprelda kechasi 13-18 darajalik, kunduzi 25-30 darajalik bo'ladi. Respublikamizning tog'li hamda tog'oldi hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 22-dan 24 aprelgacha vaqti bilan yomg'ir yog'adi. 25-dan 29 aprelgacha yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 22 aprelda 15-20 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Harorat kechasi 1-6 darajalikdan 5-10 darajaliqqacha o'zgarib turadi. Kunduzi 22 aprelda 13-18 darajalik, 23 aprelda 10-15 darajalik, 24-dan 26 aprelgacha 15-20 darajalik, 27 apreldan 29 aprelgacha 18-23 darajalik bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.